Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Extreme Gaming kanalida bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda Metal Story Simulator o'yinini o'ynab maza qilib dam olamiz. Biz короче bu o'yinda qiladigan ishimiz mana shu. Bizga kichkinagina do'koncha beriladi. Shu do'konchadan biz nima deydi? Kuchaytirib olishimiz kerak. Короче buni agar keyingi qismlarda ham chiqishini xohlasanglar albatta kommentariyada yozib qo'yinglar. O'zi bu video market o'yin haqida emas, counterda bo'lishi kerak edi. Endi shunda olib turamiz. Menimcha xudo xohlasa keyingi o'yin o'sha counterda bo'lib qolsa kerak do'stlar. Hop, birinchisiga non sotamiz. To'xta. Bir, ikkita. Bada nima bor? Pepsi bor ekan, 2. Bo'ldi, mana shuni yana bitta buyurtma qildiramiz. Mana kelibdi. Sekin joylashtirib olamiz. Kimga mana shunaqa o'yinlar yoqadigan bo'lsa, qo'yay, o'rnashtirib olay. Kommentda yozib ketasizlar degan umiddaman. Mana sal ochirib qopti, mayli. Hozircha narsa yo'q. Mijozlar ketaveryapti. Bu nima? Unda hatya boshqasiga qo'yib tursak bo'laveradi. Mana nargisini ham olib kirib olaylik. Mashitga qo'yamiz. Xo'sh. Voy. Ana. Unda endi mekka joylashtiramiz. $10 qanaqadir nima to'layver. Bu nima edi? $. Uzr akalar, Pepsi bu. Pepsi. Plastik kesak. Bunu endi qo'yamiz. Birinchiga shuni bitirib qo'yamiz. Plastik kimlar mesela? Qo'yamiz. Do'konimizga sarin do'konni ochib bir mijozlarga xizmat ko'rsatsak, ochildik mana. Mijozlarga xizmat ko'rsatsak, sekin bo'ladi. 3x qilib qo'yaman akalar. Chunki shunaqangi sekin oladi endi bular narsani 3x qilib qo'ymasalar. Mana. Ovozlar sal normal keltirib olamiz. Ana kelib birinchi ishlagan pulimiz bir dona Pepsiga kelibdi mana operatdan. Mayli endi. Mana shunday tursa yaxshidir. 3x qilib qo'yamiz. Tezda o'nglar biratallar, tezda. O'sha odamlar ko'payishni boshladi. Endi nima deydi? Sabr qilib turasizlar. Endi men hali rosa kuchayib ketganim yo'qman-da. Kuchayib olsa do'konimiz yog'i sekin bo'lib ketadi. $100 dan ko'p ishlab qo'yibmiz akalar. O'zingizlardan nima gap yuribsizlarmi, charchamay. Yana qanaqadir soliq keldi. Endi Yahyo beka soliqlar bo'ladi-da desanglar to'g'ri. Xo'p, $16 qaytishimiz kerak ekan bu biratga. Excellent. You made my day special. Goodbye. Goodbye deydi. Akalar biz qanaqadir nima do'konimizda kuchayish nimasi bor ekan-a? Ko'rsataman sizlarga. Ana o'ng taraf
tepasiga qaranglar, ekran tepasi. Mana shu magazinda levelni ko'rsatib qo'ygan. Hop, bir level emas, bir level bo'lsa kerak, endi yana bilmadim. No, kuchaytirishimiz kerak. Mijozlarga tez nimalar qilamiz? Akalar, bu o'yinda ishchilar olsa bo'ladi. Ishchilar qanaqangi ishchi? Sizlarda o'nlangan narsalar joylashtirib qo'yadi. Lekin narsa kelsa srazi nima qilib yuboradi? Nima edi? Narsa kelsa srazi o'zi joylashtirib qo'yadi, shunaqa. Hatto o'zingiz sizlar joylashtirishlari ham shart bo'lmaydi-da. Xo'p, soatimiz 11 bo'libdi. Hali ish vaqtimiz tugagani yo'q. Voy. Mayli, meni narsam sotilyapti-yu. Yana biratan. Hayır. Bo'pti. Cho'tagilar narsalar qolmayapti deyman-a. Ketdi ana bu narsa ham. Ishqa foyda qo'lyapti-kan. Men shunga aniq qilyapman-da. Wonderful service. Felt valued and special. Unda bosib ketyapti-yu, xola. Xolamisiz, opamisiz? Oxirgi narsalar qolibdi, shular. Olsin, do'konni yopib turamiz va ichiga narsalar to'ldirib olishimiz kerak, do'stlar. Aha. O'zi shu ikkita narsa qoldi shekilli. Ana. Tugabdi. Voy, 1x qilaylik. Do'konni endi yopib turamiz-da. Ketgan narsalar olib chiqib olamiz. Voy, pulim qolmadi-yu, a? Ana bu narsalarimiz srazi keldi. To'xtanglar, akalar, do'konni ochmadik-ku. Ana, do'konimiz ochildi. 3x qilib qo'yamiz, akalar. Tezroq bo'ladi sal. Odamlar tezroq kelib narsalar olib ketishadi. Opa qaytib ketdi-yu. Ana birinchi mijozimiz. Hamma narsalar yangi, tog'a. Siz u yoqdan tashvishlanmang. No, bolalar, yangi nimamiz ketmayapti, qarang. Qaranglar turishini. Xo'p, $20 qaytish kerak ekan. Ana. Yangi olib kelgan tovarimiz ketmayapti, cho'ta. Ana, birinchi olindi. $19 qaytishimiz kerak bunga. Srazu $100 mi? $5, 1, 2, 3. Ana. Bo'pti, tog'a, kelib turing. Ana, xola olyapti. Uji ikkinchi levelga o'tishimizga ham ancha bor ekan hali.
Hemen ikkinchi levelga o'tishimizga ozgina qolibdi. Ancha emas ekan. Ancha yaxshi shekilli qimmat narsadan olishyapti do'stlar. Просто endi sekin bo'ladi-da bu yurib ketishi. Chunki qimmat narsa vakillar. Bir narsa yo'q ekan deb ketdi-yu. Pulim yetganini olaman-da, tog'a. Ana. Bu mijoz ham ketdi. Ona oxirida nima bo'shab qolibdi shekilli. Ayo, narsa bor ekan. Shuncha narsa. 59, 44. Amazing service. Just what I needed today. Goodbye. Aha, goodbye. Xo'p, sizga nimada qaytish kerak ekan? So'mda. 1 2. Ana. $400 oshiq pulimiz bor. Endi buni baribir bir narsalarga ishlataveramiz. Voy. Tog'a rosa Pepsi oldi-yu, ha. Ana. Yo bitta kassir ham olishim kerak-da do'stlar. Men o'rnimga kassaga qarab turadi. Men ba'zida narsalar buyurtma qilib joylashtirib turaveraman-da. Nima deysizlar shunga? Keyingi qismlarda endi o'g'irsak kerak. 32 46. Loved everything. Thank you for the kindness. Hozir do'konimiz ikkinchi levelga o'tadi akalar. Voy. To'xta. Mana. Bo'ldi. Ana. Endi bu leveldan levelga ko'tarilsa, nimadirlar ochiladi akalar. Excellent. You made my day special. Narsalardan. Bye. Nimadirlar ochiladi. Xo'sh. $5 80. Ana. Sal pulni ko'paytirib olay men. O'sha men o'rnimga kassir olaman, kassir. Ya'ni Fantastic shop. kassada turadi, men bo'lsa ba'da o'zim ishimni qilib yuraveraman. Men o'rnimga kassaga qaraydi-da u. Shuna ishchi olamiz, xudo xohlasa. No qaranglar, bizda $700 dan oshiq pul to'plandi. Mana mashina bu sotilib tursa kelar, вообще zo'r bo'ladi. Loved everything. Thank you for the kindness. Bye. Hozirda o'zida biz lekin nima o'rsak bo'ladi, to'g'rimi? Ishchi. Bo'ladi do'stlar. Chunki adashmasam 800 qanchadir ham dollarga edi. Qimmat akalar ishchilar ham. Had a tough day, but your store made me smile. Goodbye. Mana dahaldan beri mu karabga turibdi-da. Ana. Bo'shatib qo'yishibdi-yu. Do'konni yopamiz. Yop. Ana. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? Keyin bank bor ekan. Bank. Mana unaqa nima bor ekan. Bunda sizlar nima deydi? Nima ko'tarasizlar-da, xullas kelam u do'konni sal kattalashtirasizlar. Xo'p, keyin buni tutayotamiz. $85 ishimizga. Ishda. Endi joylashtirib olsam bo'ldi. Do'stlar, men mana ular joylashtirib oldim akalar. Sizlarga ko'rsatib o'tirmadim u joylarini, chunki zerikib qolishinglar mumkin edi. Xo'p. Endi ba'zi joylarda videoni kesib yuborgan bo'lsam, e'tibor bermaysizlar, ular ham video sal tezroq bo'lishi uchun. Biz kelar ishlasak bo'ldi, uje men ham videoni tugataveraman, chunki videomiz ham uje ancha bo'lib qoldi.
Menimcha hozir ham tugatsak bo'laveradi-yu. Mayli, mana shu biratanga qarab qo'yaylik, keyin videoni bu yoqqa sekin tugataveramiz. Xo'p, bo'lmasa men bu yerdan chiqdim. Akalar, menimcha bugunga yetadi. Albatta videoroligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Va bu o'yinni navbatdagi qismi chiqsinmi yo'qmi, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan bo'lmasa Extreme Gaming kanali bo'ldi. Keyingi videolarga obuna bo'linglar. Salomat bo'ling.